Nasriddin Efendi latifelerden. Durdanilar. Әмді яңақ емеген. Әпәндінің көзі анча яқшы көрілмейдіған болып қапты. Хағлар әпәндіге көпірек яңақ кеп берісіне мәсләт беріп, яңақның көзге пайдасы бар дейшіпті. Әпәнді еміш басырғы беріп, бір тағар яңақ сеті біліп, ел бойы егәш меңіпті. Юлды тұйықсыз алдыға бір балы келіп, салам беріпті. Бұндақ әдіп қайрлық балаларыны бәк яқшы көрдіған әпәнді дәрғал яңақтың бір талны еліп, бұл балығы беріпті дә. Жеме балалар, саңа оқшаш әдіп қайрлық болсын, дәпті. Елкі бала яңақны еліп, рахмет әпәнді, дегенше кетіп қапты. О яңақны еп болғанден кейін, яны еттік меңіп, әпәндінің алдық өді апты да, әпәндіге салам беріп. Assalamu alaykum әпәнді, дәпті. Инчік авасы білін. Әпәнді қошалық білін оныңға яны бір тал яңақ беріпті. Әпәнді көчінің нерігі четіге өтмейла, елігі бала яны әпәндінің қишығы үйгіріп келіп, бұм авасы білін. Assalamu alaykum әпәнді, дәпті. Шында қылып, яны бір тал яңақ еге болыпты. Әпәнді Тары бір көчінің ağzıға келгенде, елікі бала ені үйгіріп беріп, әпәндіге салам беріп, бұғық авазы білін. Өрмәтлік әпәнді, нәгі маңдыңыз? Дәпті. Бұл қытым әпәнді бұл іштің сырыны беліп қылып. Қара сені, әдәпке яңақчы ешіп егініңін. Өніңі бүтіп кетіпті, маң, әмді яңақ емеген, дәпті. Senin hoş qılay degen. Әпәндінің болысының мечази интайын ғалеті болып, қастан dadısı bilan qarşılaşır ekan. Dadısı uni qildisa, buni qildi ekan. Buni qildisa, uni qiladi ekan. Bolasining mejazini obdan tushundigan әпәndi odatda o'g'liga ta'turji gap qildi ekan. Bir kuni ota bola ikkalar tugmanga berib, un tortib, qaytib kelib etib, yerim yo'lda bir daryoga duch keldi. Ular daryodan kechib o'tishga majbur bo'ldi. Daryoning qoq o'tirisiga kelganda eshak ustiga ortilgan bir xalta un bir tarafga qing'ib qoldi. Әпәndi o'g'liga ta'dirjiga gap qilibdi. Balam, xaltini suvga tashlab ber. Haleti mechasik bola dadasining gapini anglagandan keyin ko'pladi. Men cho'ng bo'lib, mushchaq kelgucha doim dadam bilan qarshilashib ketdim. Mushu bir qitim dadamning digini bo'yicha ish qilib boqay deb o'ylabdi. Shuning bilan dadasining digini bo'yicha xaltini suvga tashlab etibdi. Azablangan әпәndi, "Bolam, bu nima qilg'ini?" deb so'rabdi. "Dada, men cho'ng bo'lib, mushu chaqqa kelgucha biror qitimmi sening gapingni anglab boqmabdiman. Mush qitim gapingni anglab, seni bir xo'sh qilay degandim." deb javob beribdi o'g'li. Xata o'ylab qopdiman. Bir kuni әпәndi o'g'li bilan bir yerdan o'tib ketib etib, bir to'p odamlarning o'rinda to'xtamay piqirayotganligini ko'rib qoldi. Bu ish әпәndiga intayin qiziqarli tuyulibdi va ularga qitilib birlikda piqirashga boshladi. әпәndi intayin tez piqirab, haqlarning olqishiga erishibdi. Biroq ko'p o'tmay beshi aylanib, yiqilib tushibdi. Shu orliqda bir talib әпәndiga chaqchaq qilib, "Әпәndi, piqirganda to'xtamasdan bir gapni takrorlasangiz, aylanib tushmaysiz." debdi. "Qaysi gapni?" deb so'rabdi әпәndi. "Eshikimni sana berib etdim, desingizda bo'ldi" debdi talib. әпәndi o'rnidan turib, o'sha gapni takrorlaganicha to'xtamasdan pirqirabdi. Pirqirash etimmi bargancha tezlashib beribdi. Shuning bilan ko'zi qorong'ulashib, o'shidan ketibdi. Kechqurun bo'lganda әпәndi o'shiga kelib qarasa, talibmi, eshakmi g'ayb bo'ldi. Shuning bilan әпәndi o'g'liga, "Bolam, eshak qini"
Sen nemiş onunğa qaramaysan? Uy, yaramaz. Deb varqıraptı. Bir aylan kelip üşekni ilip manğandı. Yugurib senin qışınğa kelsam, sen to'xtamasdin. Eshkimni sana berib atdim, deb varqirab etibsan. Men to'g'risini eshakni rostila osh odamga berib atgan o'xshaydi deb o'ylab qoptiman, deb javob beribdi o'g'li. U to'gi bo'lmasa, bir kuni apandi ko'chada ketib etib, ikki bola uchrab qoldi. Ulardan biri vaysilib yig'lig'ida turibdi. Apandi yig'layotgan boladan so'rabdi: "Balam, nimaga yig'laysan?" U mening xuluqimni tishlab oldi, debdi bola yana bir bolani ko'rsatib. "Yolg'on, men tishlamadim. U o'zi tishladi", debdi yana bir bola. "Yolg'on so'zlama. U to'gi bo'lmasa, o'zining xuluqini o'zi qanday tishlaydi?" debdi apandi. Balkim rost o'xshaydi. Apandi ko'chada ketib etib, yang'oq o'ynayotgan bir to'p bolalarni ko'rib qoldi. Apandi bolalarni ahmoq qilmoqchi bo'lib, bolalardan so'rabdi: "Bolalarim, sizlar ovi ko'chini ko'rdinglarmi?" "Ko'rdik", deb javob berdi bolalar. "Osh ko'chada bir odam har bir bolaga bir do'ppidan yang'oq bilib berib yotdi. Kechikib qolsanglar, nesivanglarni ololmay qolasizlar", debdi apandi. Buni anglagan bolalar xushalligida churqirashqinicha u ko'chaga yugurishib ketdi. Apandi bolalarning keyindan bir g'azo qarab turgandan keyin "Rost yang'oq tarqatayotgan o'xshamamdi", deb o'ylab qopdi-da, o'zimi bolalarning keyindan yuguribdi. "Avval men tepdim." Go'dak apandi do'stlar bilan birga o'ynab, zerikishlik his qilib, xaylagacha o'ynagudak biror o'yin topolmadi. Yosh cho'qroq bir bola go'dak apandiga: "Agar sen do'ppangni yerga qo'yib, tepalisan, biz seni bolalarning podshohi qilamiz", dedi. "Buning nari tas? Qarab turinglar." Go'dak apandi shundoq degunicha do'ppisni yerga qo'yib, tepib uchirib etibdi. Orqadanlar bolalarning hammasi olishib, go'dak apandining do'ppisini to'p qilib, tepib o'ynadi. Kechda uyga qaytganda go'dak apandining opasi maynatligidan juliqqa chiqib ketgan do'ppini ko'rib, "Bir obdan do'ppa qandoq bo'lib bunchulab paskina bo'lib ketdi?" deb so'rabdi. "Do'stlarim do'ppamni to'p qilib, tepib o'ynadi", deb javob beribdi go'dak apandi. "Boshqalar sening do'ppangni tepib o'ynasa, sen qarab turdingmi?" deb ochiqlanibdi opasi. "Yo'q, opa, avval o'zim tepdim." Ular odam tishlaydi. Bir qitim mulla apandidan: "Mushuk bilan itning qandoq o'rtoqligi bor?" deb so'rabdi. "Ularning 4 puti bor, birdan quyrug'i bor, ovoz chiqara oladi", deb javob berdi apandi. "Undaqda qaysi hayvon itga o'xshaydi?" deb so'rabdi mulla. Apandi ozroq o'ylab olgandan keyin: "Boyning bolalari, ularmi o'xshashlar odam tishlaydi", debdi. Rahimsiz quyosh. Apandi kichik vaqtida dadasi uningga har haftada bir qitim pul bergan. Lekin u 2 kuniga bormayla bir haftalik pulni xajlab tugitib etadigan. Pijg'irning issiq bir kuni dadasi uningga bir tal tilla berib: "Bu sening 4 haftalik puling. Endi bu oyda sana pul bermayman", debdi. Dadasining gaplari uning bu qulig'idan kirib, u qulig'idan chiqib ketibdi. 2 kunga qolmayla bu oylik pulni xajlab tugitib etibdi. 3-chi kuni tushda apandi dadasining qishida o'tirsa, issiq chidamay dadasi havodan zarlanib: "Bu nejis havo, ajab isib ketdi. Mushundaq issiqla tursa, to'mirmi erib ketguday", debdi. "Rost deysan-da, havo chidog'siz darajada isib ketyotdi. Tunugun tushda
sen bana bergen tillani optap koyup koysam, birden erip ketdi. Eşekning zaridan qechib, bir yili qahachilik bo'pti. Haqlar eshkiga yem berish u yoqda tursin, o'zining qo'rsqinini to'yg'iza olmaydi ekan. Apandining uyidagi eshak oshliqdan to'xtamasdan hangraydi ekan. Apandi eshigining alamli qong'irishini anglab, chidab tura olmay, aski-tuski narsalar do'linib ketgan qaznoq uyiga kirib olib, chiqmay o'ltiribdi. O'g'li uni izlab kirib, "Dodo, sen bu yerga mukinib olib, nima ish qilyapsan?" deb so'rabdi. "Tez, eshikni yepib qo'y. Eshikimizning zari quloqimga kirmasin. Eshikimizning zarini anglasamla azoblanib ketadi ekanman," debdi apandi. Marhum onamga duo qilaman. Apandi doim marhum onasining ro'yiga atab duo qilib, "Onamning ruhi jannatga kirgay" deb tilaydi ekan. Biraylan apandidan so'rabdi. "Apandi, siz nimishqa onangizga duo qilib, dadangizga duo qilmaysiz?" "Men marhum dadamdan intayin xotirjam. Chunki dadam aqlli, o'ziga puxta odam edi. Meningcha dadam go'rga kiribla munkir nakirlarning savol so'rig'idan o'tib, uddul jannatga ketdi. Biroq onam yavash ham sota ayol edi. Ham onamning munkir nakirlarining savoliga javob bera olmay, ularning qo'liga tushib qoldimikin deb ansirayman. Shunga men doim onamning ro'yining jannatga kirishini tilayman," debdi apandi. "Men dadam bilan birga keldim. Bir kuni kechida apandi eshkiga minib ketib olsa, tuyuqsiz yo'l yoqasidan bir necha qaroqchi etlib chiqibdi. Apandi darhol eshkidan tushib, eshkining ostiga kiribdi. Qaroqchilar bu ishni to'yib qilib, "Kimsan?" deb varqirabdi. "Men eshakning bolasi," debdi apandi. "Bu degan hangi eshak tursa, hangi eshakmi bola tug'amdi?" debdi qaroqchilar. "Opam to'yga ketgan, shuni dadam bilan birga keldim," debdi apandi. Bir yildan keyin apandi kichigidan tortibla intayin qiziqchi bo'lib, haqlarga chaqchaq qilishni yaxshi ko'rdi ekan. Bir kuni do'stlari uningdan so'rabdi. "Apandi, siz cho'ngmi yoki sizning iningiz cho'ngmi?" "Bu masalaga kelsak, Yulduz opamning deyishicha, inim mendan 1 yosh kichik ekan-ku. 1 yil o'tib ketdi. Endi ikkimiz tanglashdik," deb javob berdi apandi. Xudoga hamroh bo'lish. Apandi bola chog'larida bir navbat dadasi bilan birga safarga chiqibdi. Kech bo'lganda ular bir xilvat mahallaga kelib qo'nmoqchi bo'ldi. Uxlashdan burun dadasi apandiga: "Apandi, sen berib uzunroq arg'amchidan birini tepib, eshakni o'tliqqa bog'lab qo'y. Obdaroq cho'p yeb olsin. At saharda yo'lga chiqamiz," debdi dadasi. "Dodo, eng yaxshisi birimiz uxlaganda birimiz eshakka qarayli. Bunisi uni bo'ri yeb ketsa yoki haqlab o'g'irlab ketsa qanday qilamiz?" debdi apandi. "Xotirjam bo'l, Xudoyim bor. Xudo o'zi saqlaydi," debdi dadasi. Ats apandining dadasi apandini uyg'otib, eshakni tayyor qilishni buyurdi. Apandi chiqib ketib, xeyli bir chaqdan keyin qaytib kelib, dadasiga: "Dodo, bizning eshak Xudoga hamroh bo'lg'ili osmonga chiqib ketgan o'xshaydi. Yana sen o'zing berib, uni yondirib kelsang bo'lg'uday," debdi. Pul to'laganlar ney chalalaydi. Bir kuni apandi bozorga otirash ketib olsa, bir to'p bolalar uni o'rib olib, maslahatlashib olgandek tanglab: "Apandi tog'a, menga bir to'l ney olg'ash keling-a?" deb yalvirishibdi. Orasidagi bir bola bir siqim parcha pullarni adab bilan apandiga sunib turib: "Apandi tog'a,
halol ko'rmay, menga bir tal ne olg'a chiqsangiz bo'ptikan, deb o'tinibdi. Apandi o ballarning qo'lidagi pullarni elibdi. Shundaqla boshqa ballardimi ranjitib qo'ymaslik uchun. Bo'ladi, alg'ash kelay. Hammanglarga alg'ash kelay, debdi. Kechqurun ballar yo'l bo'yiga chiqib, apandining qaytib kelishini kutib o'tiribdi. Apandi kelib, yonchuqidan bir tal nayni chiqarib, eliqi pul berib balg'i beribdi. Apandi tog'a, bizningchu, acaba bizga akelmidingizmi? Boshqa ballar churqul tushib so'rabdi. Ballarim, ney sotquchi bu neyni pul to'laganlarla chalalaydi. Pul to'lamaganlar neyni pulisimi ovoz chiqarolmaydi degan edi. Shuni sizlarga olmadim. Tushungansizlar? Debdi apandi kulib turib. Bir kun qancha soat? Apandi madrasada o'qiyotgan chaqlarida mollam uningdan so'rabdi. Apandi, bir kun qancha soat? 25 soat. Javob berdi apandi. Sarang bo'lib qoldingmi? Bir kun degan 24 soat bo'lmamdi, debdi mollam terkib. Siz tunogin texi kunduz 1 soat uzardi demedingizmi? Debdi apandi. Sizlarga kim dedi? Apandi o'shtisiga bir xurjun shaptul ortib ketayotganda uningga bir to'p ushshaq bollar uchrab qoldi. Apandi bollarga kulib turib, kim bilan xurjunimdagi narsani nimaligini deb bo'lsa, men shuni yo'g'on bir shaptul bilan mukofotlayman, debdi. Bollar qaqoqlab kulishib ketibdi va birlikda shaptul deb javob berishdi. Yaprim, mavishni buni sizlarga kim aytib qo'ydi? Apandi gapini deb bo'liblar, ayni ahvolni tushunib yetibdi va ballar bilan tang kulib ketibdi. Bir qiyin savol. Apandi maktabda o'qiyotgan chaqlarida bir qitim muallim uningdan imtihon olmoqchi bo'lib savol so'rabdi. Apandi, sendan qiyin savoldan birini so'raymi yoki oson savoldan ikkini so'raymi? Qiyin savoldan birini so'rang, debdi apandi. Undaqda yaxshi. Senda baqa. Odam qanday paydo bo'lgan? deb so'rabdi muallim. Odamni onus tutgan, deb javob beribdi apandi. Undaqda uningdan burunchi, muallim yondirib so'rabdi. Muallim, bu ikkinchi savol bo'lib ketdi. Men faqat birli qiyin savolga javob bermoqchi emasmi? debdi apandi. Shogird. Apandi bola chig'ida dadasi uni mo'zdozga shogirdlikka beribdi. 2 yildan keyin dadasi uningdan so'rabdi. Balam, oyoq tikishni o'rgandingmi? Men bola ko'tarishni o'rgandim. Xudoyim buyursa, yana 2 yildan keyin suv to'shishni, o'yli oromlarni supurishni o'rgandigan o'xshayman, debdi apandi. Qo'y yemaydigan bo'ra. Bir podachi bola apandidan so'rabdi. Apandi, uzun yildan beri qo'y boqaman. Qo'ylarimni doim bo'ri yeb ketib, jinimdan jaq to'ydim. Dunyoda qo'y yemaydigan bo'rimi bormi? Bor, debdi apandi. Qandoq bo'ra u qo'y yemaydigan? O'lik bo'ra, deb javob beribdi apandi. Shapaloqning izi qoladi. Apandi yangidan maktabga kirgan edi. Bir kuni u maktabdan qaytib kelib, intayin xo'shin holda dadasiga: "Dodo, bugun muallim bizga hisob darsi o'tdi. Men qo'shish va ilishni o'rganib oldim," debdi. "Shundaqmi? Undaqda men seni sinab baqay. Agar akangning qo'lida 6 tal kampit bo'lsa, sen uningdan 5 ni ilib olsang, yana qantis qoladi?" deb so'rabdi dadasi hayajonlangan holda. Apandi ishtitek mangsin siylab: "Yana nima qoladi? Mening yuzimda akamning shapilg'ining izi qolmamdi," deb javob beribdi. Eshak cho'pni yeb bo'lib ketdi.
Maktabda muallim o'quvchilarning har biriga birdan rasm chizishni buyuribdi. Apandi qalamini unutib qolg'achqa bir varaq oq qog'oz topshiribdi. Apandi, sening sizga rasming qani? deb so'rabdi muallim. Sizg'on rasmim mushu shu deb javob beribdi apandi muallimning qo'lidagi oq varaqni ko'rsatib. Undaqda sen zodi nima sizding? deb so'rabdi muallim yana. Men eshakning cho'p yeyishini sizdim deb javob beribdi apandi. Undaqda sen sizg'an cho'p qani? deb so'rabdi muallim. Cho'pni eshak yeb bo'ldi deb javob beribdi apandi. Undaqda eshak qani? Eshak cho'pni yeb bo'lgandan keyin ketib qoldi debdi apandi. Balangizning qo'rsqida bir bala apandining yoymisidan opisining toplig'ini bo'yicha 1 kilo olma setib oldi. Yo'lda qaytguncha 2 olmani yeb bo'ldi. 1 kilo olma aram mushinchilikmikan? deb so'rabdi opisi baladan. Men uqmayman. Yoymichi menga mushinchilik berdi deb yolg'on aytibdi bola. Bolaning opisi ochiqida apandini izlab keldi. Bayam, men o'g'limni 1 kilo olma akilishga buyursam, siz nemishqa aram 1,5 kilo berdingiz? Apandi o'zining tarozisini ko'rsatib turib, mening tarozimda mutlaq chataq yo'q. Buningdan siz xotirjam bo'ling. Yo'qolib ketgan 1,5 kilo olma balangizning qo'rsqida debdi apandi. Biz qandoq tepishgan? Go'dak apandi dadasidan so'rabdi. Dodo, siz qayerda tug'ilgan? Dengiz bo'yidagi yurtimda tug'ilgan deb javob berdi dadasi. Opamchu deb so'rabdi apandi. Ko'ni shaharda tug'ilgan. Amsa men qayerda tug'ilgan? Sen yangi shaharda tug'ilgan deb javob berdi dadasi. G'oliti ish. Undaqda biz qandoq tepishib qolgan? deb so'rabdi go'dak apandi. Ehtiyot qilgan yaxshi. Apandi bolasini bozorga non akilishga buyuribdi. U bolasining qo'liga pulni tutqizgandan keyin bolasining yuziga kuchab turib bir shaploq sapdi va "Mang, pulingni o'g'irga bermajimi?" debdi. Buni ko'rgan apandining ayoli ochiqlangan holda apandiga: "Sarang bo'ldingizmi? Yo'qotmagan pul uchun bolani nimish qurisiz?" debdi. "Yo'qotgandan keyin urganning nima foydasi? Yana uning ehtiyot qilgani yaxshi" debdi apandi. "Mening dadam eng aqlli." Go'dak apandi boyning bolasi bilan po etishibdi. "Mening dadam eng boy" debdi boyning bolasi. "Mening dadam eng aqlli" debdi go'dak apandi. "Mening dadam bir parcha oltinni sana berib o'talaydi" debdi boyning bolasi. "Mening dadam bir pun pulni sana oldini tutqizib qo'ymaydi" debdi go'dak apandi. "Men odam aldashni yaxshi ko'rmayman." Apandi intayin shirin qulavassa biri ishik chekibdi. Apandi xo'sh yoqmagan holda balasiga: "Mang, chiqib meni uyda yo'q deb kelgan mehmonni yo'lga silib qo'y" debdi. Go'dak apandi berib ishikni ochsa, kelgan odam dadasining yaqin og'inisi ekan. U go'dak apandidan so'rabdi: "Dadang uyda bormi?" "Deyishga xijil bo'lyapman" debdi go'dak apandi. "Nemishqa xijil bo'lasan?" deb so'rabdi mehmon. "Chunki men odam olishni yaxshi ko'rmayman" debdi go'dak apandi. "Yumayli, yevitibdi meni." Go'dak apandi yumagan mehnat olmadan birni yeb qo'rsqi og'rib qoldi. Shuning bilan u ha deb sovuq suv ichib, bir ko'za suvni tugtay debdi. Buni ko'rgan dadasi ajablanib: "Nemanchi bola jiq suv ichsan?" deb so'radi. "Bo'yam bir tol olma yegandim" debdi apandi. "Uning suvni jiq ichish bilan nima aloqasi bor?" "U bir yerdan terib olgan mehnat olmaydi, yumayli yeb tutdiman" debdi apandi.
Sopunni qandaq tozlig'ili bo'ladi. Bir kuni Güdek apandi kir yuvayotgan opasining qishida o'ynab edi. Ehtiyotsizlikdan opasining sopun qutisini birini tepib tikan, quti ichidagi sopun loyiga tushib, mehnat bo'lib ketibdi. Apandi, qara sening kapsizligingni. Sopunimni mehnat qilib atdim. Men daryo bo'yiga berib, sopunni pokiz yuvib kel. deb varqirabdi opasi xafa bo'ldi. Güdek apandi yerga tushib ketgan sopunni elib, hayligacha o'ylangandan keyin so'rabdi. Opa, sopun mehnat bo'lib ketsa, nima bilan tozlayman? Sen uxlab qolganda chalaman. Güdek apandi boshqa bog'larning qona shalg'inini ko'rib, qona chalg'isi keldi va dadasining qishig'i kelib, Dudo, bolalarning hammasi qona ichilib o'ynaydi ekan. Menga bir qona elib bera?" dedi. "Bo'lmaydi. Qona chalmay turibmi? Qiladigan g'alvang yetib oshar. Agar qona chalsang, men pang bo'lib qolmamdi", dedi dadasi. "Dudo, men senga qasam ichib beray. Agar sen menga qona elib bersang, men cho'qim sen uxlab qolgandan keyin chalaman", dedi Güdek apandi. Kun aydan qo'rqar ekan. Güdek apandi dadasidan so'rabdi. "Dudo, kun aydan qo'rqamdi. Ajab buni so'rab qopsan-ku", dedi dadasi ajablangan holda. "Qo'rsam kun kunduzi chiqolaydi ekan. Oqshimi oy chiqishi bilanla kun qo'rqib yushirinib oldi ekan", dedi Güdek apandi. "Ichiga mushuk tashlab atdim." Güdek apandining uyidagi liq suv qachilangan idishqa bir chashqon tushib ketibdi. Güdek apandi dadasiga qarab vaqirab, "Dudo, bir chashqon bizning idishga tushib ketibdi", dedi. "Apla, darhol uni ilib at", deb vaqirabdi dadasi. "Hojati yo'q, dudo. Men idish ichiga uydagi mushukimni tashlab atdim", dedi Güdek apandi. Yana qandaqsiga siyriqmay yo'q qolsin. Dadasi Güdek apandidan so'rabdi. "Sen yana siyriqmay o'g'irlab yegan o'xshamamsan?" "Yo'q", deb javob berdi Güdek apandi. Dadasi xafa bo'lib yana so'rabdi. "Hech bo'lmay yo'q deysan-a? Og'zingdagi siyriqmayning yo'qi bo'lmay nima u?" "Mumkin emas. Men og'zimni yengim bilan 2 qitim surtgan tursam, yana qandoqsiga siyriqmay yo'q qolsin", dedi Güdek apandi. "Men uning balasi bilan o'ynadim. Apandining balasi qo'shnisining balasidan tayoq yebdi. Apandi g'azab bilan, "Bolam, men senga u kuchukning kuchi bilan o'ynama deb qancha qitim aytdim. Sen nimishqa yana uning bilan o'ynaysan?" dedi. "Yo'q, dudo, men ularning kuchugi bilan emas, bolasi bilan o'ynadim", deb javob berdi bolasi. Qeri it. Podshoning kichik o'g'li apandini tunji qitim ko'rgan chig'ida dadasidan so'rabdi. "Dudo, u kim?" Podsho og'izni o'g'lining quloqiga yaqin tutib, "U bir qeri it", dedi. Shundan e'tiboran podshoning o'g'li apandini ko'rgan hamon "Qeri it" deb to'laydigan bo'ldi. Bir kuni shahzoda apandini ko'rib, odati bo'yicha "Qeri it" deb tillabdi. Apandining chidog'idek toqat qoldi. Shu bilan tuyuqsiz etilib berib, "Hav" deb qovog'inicha shahzodaning qo'liqini tishlab oldi. Shahzoda og'ir qichidimay yumalab ketdi. "Ey apandi, sen sarang bo'ldingmi? Nimishqa shahzodaning qo'liqini tishlaysan?" deb varqirabdi podsho asabiylashgan holda. "Hurmatlik olilar, bo'ri kuchki qeri itning tishiga tekkan tursa, u albatta ziyon tortadi", dedi apandi. 5 a'zosi yo'q qo'y. Apandi o'g'lini bozorga berib, qo'yning pishirilgan qallisidan birni akilishni buyuribdi. Ashbaqa bola yo'lda kelguncha qo'y qallisining ko'zi, quliqi, tili, mingsini yeb bo'pti.
Uyga kelgandan keyin apandi bolasining akelgan yarim yata qo'y kallasini ko'rib ochiqib so'rabdi. Sen nima ko'tirib kelding? Qo'y kallasi akeldim, debdi o'g'li. Undaqda uning ko'zi bilan qo'l qilqani, deb so'rabdi apandi. U qorg'u tursa, ko'zi nima ish qilsin? U yana qon ekan, shu qo'lqimi yo'q ekan, deb javob beribdi o'g'li. Undaqda uning tili bilan mengiz qani, deb so'rabdi apandi. U degan go'chining tili bo'lmaydi. U qo'y tug'mi do'tgan. Shunga mingizimi yo'q, deb javob beribdi o'g'li. Oy bilan yulduz. Mollam bolalardan so'rabdi. Oy bilan yulduzdan qaysi bizga hammada yaqin? Go'dak apandi darhol o'rnidan turdi. Albatta oy yaqin. Oy degan shundoq yo'g'on ko'rindi. Yulduz bo'lsa intayin kichik ko'rindi. Hatto ba'zida ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, deb javob beribdi. Mollam nomerning hammasini o'g'liga berdi. Apandi kichik chig'ida intayin kapsiz bo'lib, o'g'nish natijasi nachar ekan. Dadasi terkib so'rabdi. Sening o'g'nish natijang nimanda tuvan? Doim degidek 1 yoki 2 nomerli olasan. Dodo, sen bilmaysan. Mollam yaxshi nomerning hammasini o'zining o'g'liga berdi ekan. Mon kelganda bo'lsa, sopli 1 nomer yo 2 nomerli eshib qoladi ekan, debdi o'g'li. Yangiq bo'lganning haqqi. Ikki bola o'ynab o'tib, bir tal yangiq tepib oldi va bu yangiqni bo'lishkicha talishib so'qishib qoldi. Apandi ishning jarayonini anglagandan keyin bolalarning qo'lidan yangiqni elib, pichqi bilan o'ttirdan ikkiga ajirtib, ikki bolaga yerimidan shakalni berdi-da, miyig'izni og'ziga silib turib. Mana, bu sizlarga yangiq bo'lib bergan haqqim, debdi. Qolgan gapni keyin deyishimiz. Apandi bilan bolasi qo'lboqqa o'ltirib, daryoni sayla qildi. Ularning daryoning qoq o'tirig'iga kelganda tuyuqsiz bo'ron chiqib, suv yuzida to'lqinlar hosil bo'libdi. Apandi darhol ikki qo'lini egiz ko'tarib, Xudodan tilashga boshladi. Ey, hammaga qodir Xudo, bizni o'z panoyingda saqlag'aysan. Agar sen ota, bola ikkimizni sog' salomat u qirg'oqqa o'tkazib qo'ysang, men qo'y suyib nazr beraman. Har bir qabriga birdan sham yiqib chiqaman. Dodo, bizni yondirg'udek kirsin chiroqmi bo'lmasa, har bir qabriga yoqqudek sham nima qilsin? Og'zingni yum. Biz avval sog' salomat u qirg'oqqa berib olaylik. Qolgan gapni keyin deyishimiz, debdi apandi. Dana. Bir kuni apandining o'g'li bolalarcha umoqlik bilan apandiga: Dodo, men sening tug'ilgan kuningni bilib oldim, debdi. Bu gapni anglagan apandi intayin xushal bo'ldi. Xotin, angladingmi? Mening o'g'lim rostilla Dana ekan. Bu o'zi tug'ilishdan burungi ishlarni esida tuta olmaydi ekan, debdi. Avval suv uzishni o'rganib kelay. Bir kuni podshoh apandiga: Apandi, sening gaping bek tatli. Xuddi Hasan milab qo'ygandeklar. Lekin sen menga chin ko'nglingdan sodiq emas-ku deyman. Yo'q, qoldiylari. Siz xato dedingiz. Men sizga izchil sodiq bo'lib kelyapman, debdi apandi. Undaqda men seni amaliy harakating orqali sinab boqay. Sen bu cho'nqur quduqqa sakrab boqqin, debdi podshoh. Buni anglagan apandi darhol kayniga o'rilib mengibdi. Apandi, nega borsan? deb so'rabdi podshoh. Men avval beliqchi og'inamning qishig'i berib, suv uzishni o'rganib kelay. Ondan sakray, debdi apandi. Xudoyim bersin. Bir kun apandi tam beshig'i chiqib, o'ylaning temini yasab olsa, bir eshik chekibdi. Apandi qarasa, bir divon ekan. Divona apandiga:
Taqsir, bizga bir tushgan bo'lsangiz, deb Efendi divanning rostila bir ishi bor o'xshaydi deb o'ylab pastga tushibdi. Divan Efendiga ularning haqida ozroq sadaqa bersangiz bo'pti-ekan, deb. Efendi buni anglab intayin ochiq ketdi va divonni tortib akilib, qo'liga pichirlab turib, tam beshiga biri chiqqan bo'lsangiz, debdi. Shunda ikkalan birlikda tam beshiga chiqibdi. Bu yer Xudoyimga yaqinroq, endi sizga Xudoyim bersin, debdi Efendi. Siz oldinib qapsiz. Bir kuni Efendi qozi bilan uchrashib qoldi. Qozi uningdan: "Efendi, anglasam, tunugün juma namozidan yong'anda jamoat meni oq ko'ngil, adolatparvar deb maqtashibdi. Rasmi?" deb so'rabdi. "Hurmatli qozi janoblari, siz oldinib qapsiz. Men azaldan birovning sizni maqtag'ini anglab baxmadim", debdi Efendi.